Har bir murakkab akkord o'ziga xos tuzilish va vazifaga ega. Septakordlar esa musiqada eng ko'p uchraydigan hamda eng keng qo'llaniladigan akkordlardan biridir. Septakordlar garmonik rivojlanishni ta'minlab, musiqiy asarning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiradi. Septakord tersa bo'yicha joylashgan to'rtta tovushdan iborat akkorddir. Septakordning chekka tovushlari septima intervalini hosil qiladi. Barcha septakordlar dissonans akkord hisoblanadi. Septakordlar uch tovushliklardek tarkibiy intervallar turi bo'yicha farqlanadi. Chekka tovushlar septima sifatiga qarab katta, kichik, orttirilgan va kamaytirilgan septakord turlariga ajratiladi. Septakordlarning aniq nomi ularning asosida joylashgan uch tovushlik turi va chekka tovushlar o'rtasidagi septima sifatdan hosil bo'ladi. Masalan, majorli uch tovushlik va katta septimadan tuzilgan akkord katta majorli septakord deyilsa, minorli uch tovushlik bilan katta septima katta minorli septakordni tashkil etadi hamda majorli uch tovushlik va kichik septima kichik minorli septakordni tashkil etadi. Klassik musiqada keng tarqalgan va ko'p qo'llaniladigan septakordlar bu kichik majorli, kichik minorli, kichik va kamaytirilgan septakordlardir. Kichik majorli septakord majorli uch tovushlik va kichik septimadan iborat. Kichik minorli septakord minorli uch tovushlik va kichik septimadan iborat. Kichik septakord kamaytirilgan uch tovushlik va kichik septimadan iborat bo'lsa, kamaytirilgan septakord kamaytirilgan uch tovushlik hamda kamaytirilgan septimadan iborat. Septakordlar 3 ta aylanmaga ega. Har aylanmaning nomi pastki tovushdan primas va septimagacha hosil bo'ladigan intervallardan kelib chiqadi. Birinchi aylanmasi kvint sekstakord. Pastki tovushi tersa, intervallar ustma-ust joylashgan tartibda tersa sekundani tashkil etadi. Ikkinchi aylanmasi terts kvartakord. Pastki tovush kvintasi, interval tarkibi tersa plus sekunda plus tersa. Uchinchi aylanmasi sekundakord. Pastki tovushi septima, interval tarkibi sekunda tersa. Musiqada juda keng tarqalgan kichik minorli septakord tabiiy major va garmonik minorning 5-pog'onasidan tuziladi. Bu akkord dominant septakord deyiladi. Dominant septakord latdagi dominanta funksiyasining asosiy ifodalovchisidir. Belgilanishi D7 belgisi bilan belgilanadi. Tarkibi, ya'ni uni tashkil qiladigan pog'onalar 5, 7, 2 hamda 4. Interval tarkibi esa katta tersa plus kichik tersa. Dominant septakordning tuzilishi abitonlar qatorining 4, 5, 6, 7 tovushlariga mos bo'lib, o'zining yangrashi bilan musiqiy tovushlarning akustik xususiyatlarini aks etadi. Dominant septakord dissonans akkorddir. Uning tarkibida yechilishni talab qiladigan ikkita dissonans interval mavjud. Bular kichkina septima hamda kamaytirilgan kvinta. Undan tashqari pastki tovushi ladning 5-pog'onasi, ya'ni dominanta tovushining o'zi tonikaga intiladi. 2 va 7 pog'onalari ham tonika bilan tortilib turadi. 4-pog'onasi kamaytirilgan kvintaning cho'qqisi sifatida qoidaga rioya qilib, pastki 3-pog'ona tonikaning tersa tovushiga o'tishini talab qiladi. Shuning uchun dominant septakord bevosita tonika akkordiga yechilishi kerak. 5, 7, 2 pog'onalar 1-pog'onaga, 4-pog'ona esa 3-pog'onaga yechiladi. Natijada prima tovushi 3 marta kelgan kvintasiz, ya'ni to'liqsiz tonika uch tovushligi hosil bo'ladi. Dominant septakord 3 ta aylanmaga ega. Dominant kvint sekstakord akkordning tersasidan tuziladi. Primasi juftlantirilgan to'liq tonika uch tovushligiga yechiladi. Keyingisi dominant terts kvartakord akkordning kvintasidan tuziladi, yoyilgan to'liq tonika uch tovushligiga yechiladi va oxirgi aylanmasida dominant sekundakord akkordning septimasidan tuziladi. Primasi juftlantirilgan tonika sekstakordiga yechiladi. Kichik septakord faqat tabiiy majorning 7, ya'ni pastki yetakchi pog'onasidan tuziladi. Bu akkord yetakchi septakord deyiladi. Yetakchi septakord ladning dominanta guruhiga mansubdir. Belgilanishi esa D7 raqami bilan belgilanadi. Tuzilishi, ya'ni uni tashkil qiladigan pog'onalar 7, 2, 4 hamda 6-pog'onalar bo'lib, interval tarkibi ikkita kichik tersa plus katta tersani tashkil etadi. Garmonik major va garmonik minorda esa yetakchi septakord faqat kamaytirilgan holda keladi. Uni kamaytirilgan yetakchi septakord deb, ya'ni kam 7 belgilab, 3 ta kichik tersa bo'yicha tuziladi. Yetakchi septakord tersasi juftlantirilgan tonika uch tovushligiga yechiladi. Yetakchi septakord ham 3 ta aylanmaga ega bo'lib, uning birinchi aylanmasi tonika sekstakordga, ikkinchi aylanmasi ham tonika sekstakord va oxirgi aylanmasi tonika kvart sekstakordga yechiladi. Yetakchi septakord dominant septakord va uning aylanmalari orqali tonikaga yechilishi ham mumkin. Yetakchi septakord hamda dominant septakord 3 ta umumiy tovushga ega. Bu tovushlar 7, 2, 4-pog'onalarda joylashadi. Akkordlar qo'shilish jarayonida umumiy tovushlar o'z o'rnida qoladi. 7-pog'ona septakordining septima tovushi dominant septakordning
primasga o'tadi. Septakordlarning keng tarqalgan turlaridan yana biri bu ikkinchi bosqich septakordidir. Ikkinchi bosqich septakordi tertsiyasi, kvintasi, septimasi subdominantaga tegishli. Primas esa tovush qatorining ikkinchi pog'ona tovushi bo'lganligi uchun ushbu akkord ikkinchi pog'ona septakordi bilan belgilanadi. Ikkinchi pog'ona septakordi tovush qatorining ikkinchi pog'onasidan boshlab tuziladi. Uning intervallari kichkina tersiya, katta tersiya, kichik tersiyani, chetki tovushlari esa kichkina septimani tashkil etadi. Subdominant septakord ham dominant septakord va uning aylanmalari orqali tonikaga yechiladi va quyidagi misolda keltirilgan.